Assalomu alaykum hammaga. Bugungi o'rgatadigan AI orqali narsam bu xohlagan fanlar bo'yicha o'tilgan mavzulardan AI orqali osongina 1-2 minut ichida xohlagancha test tuzishni o'rgataman. Ya'ni aynan HTML formatda. Ya'ni o'tilgan mavzularingizni misol uchun bugun bitta ikkita page, ya'ni ikkita sahifa o'tdingiz va shundan test tayyorlamoqchisiz. Faqat agar o'zingiz tayyorlab chiqmoqchi bo'lsangiz, ancha vaqt ketadi va zerikarli yoki siz erinishingiz mumkin. Lekin aynan AI orqali bo'lsa, 1-2 minutli ish bu. Hozir sizlarga o'rgatib chiqaman. Ya'ni bu hozir ona tili adabiyotdan test tayyorlab ko'ramiz. Qolgan xohlagan matematika, biologiya, ingliz tili qanday fan bo'lishidan qat'iy nazar xohlagan faningiz bo'yicha shu holatda test tayyorlashingiz mumkin bo'ladi. Qani endi ketdik. Birinchi o'rinda o'sha tayyorlaydigan faningizni ochasiz va har bitta betini, ya'ni o'tilgan mavzuni, misol uchun men shuni bir ikkitami joyini o'tdim, ikkita sahifani. Endi buni men AIlarga, ya'ni tekin, misol uchun ChatGPT ga tashlashim mumkin, faqat ChatGPT da rasmlar qabul qilish qiyinroq. Shuning uchun men Grokdan foydalanishimiz mumkin. Grokda misol uchun autoga o'tkazdirib yoki hozir yangisi chiqibdi, Grokfast. Shu joydan rasmlarni tashlayman. Ya'ni ikkita, misol uchun ko'p emas, ikkita page o'tdim bugun mavzu va shundan test tayyorlamoqchiman. Tekin AIlarga tashlayman birinchi va endi yozaman. Shu ma'lumotlardan, shu rasmdagi deylik, shu rasmdagi ma'lumotlardan foydalanib 15 talik HTML formatda haqiqiy item formatida ABCD variant bilan mukammal test tuzib ber deb buyruq beramiz. Xo'p. Yana tekinlardan mana ChatGPT ga ham berib ko'ramiz shuni. Ya'ni so'rovni, rasmlarni, lekin mana bu boshladi. Rasmlarni copy image qilmasak bo'lmaydi, chunki yana qaytadan screenshot qilishga to'g'ri keladi. Xo'p, buni ham copy image qilamiz va ChatGPT ga tashlaymiz. Va bundan ham xuddi shu. Hozircha ikkita AI ni sinab ko'ryapman. Qolgan misol uchun DeepSeek, Queen, Gemini, ya'ni Gemini deymiz o'zbekchasida, shularda ham sinab ko'rishingiz mumkin. Kimi AI ham bor. Demak, har bittasida sinab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir ikkitasida sinab ko'raman. Ya'ni Grokda ana tayyor. Endi buni qani tayyor variantini ko'ramiz. Mana testimiz tayyor. Buni siz copy paste qilib PDF variantga o'tkazishingiz mumkin. Olasiz, mana javoblari kalitini oxirgi pastga chiqarib qo'yadi. Mobilniy qilsangiz bo'ladi buni. Demak, mana tayyor. Misol uchun birinchi nutqimizda gaplarni foydalanish, gap tarkibida solishtirilganda qandaydir talablar mos kelishi kerak bo'ladi. Bu talablar qaysi so'z bog'lanishiga misol bo'ladi. Mana tayyor, so'zlar bog'lanishi, teng bog'lanishi ketdi. O'zingiz kamchiliklarni ko'rib to'g'rilashingiz mumkin. Ya'ni shu joylarda xato bo'lyapti, to'g'ri kirit, savolni to'g'ri tuz deb turib, boshqatdan so'rov berasiz, o'sha savollarni to'g'rilab beradi. Agar navoda xato tuzadigan bo'lsa, shularga e'tibor berasiz. Hozir HTML da mana o'sha tayyor bo'lyapti mana. Keyingi xohlasangiz yana boshqa AIlardan foydalanib, ya'ni shu hozir ko'rsatgan variantlarimdan foydalanib, xohlagan faningizga 50 tadan 100 tadan qilib testlar tuzishingiz mumkin. Hozir bu yaponchami, koreyscha bo'lib ketdi. O'zbek tilida bo'lsa
deb yozamiz. Ya'ni to'g'rilab beradi. Demak, tekin AI'lardan bemalol foydalanib, vaqtingizni ketkizib yurmang endi. Xohlagan ingliz tili fani, boshlang'ich, o'tilgan mavzularda eng zo'ri qaysi desam, misol uchun matematika, biologiya, qaysidir fanni 2 ta sahifa, 3 ta sahifa o'tib, shu sahifani skrinshot qilib tashlab, HTML da yozgizib, ya'ni so'rovni hozirgiga o'xshab yozib, tayyor sinab ko'rsangiz bo'ladi. Bolalarda har biridan so'rab chiqquncha savol javob qilsa ko'p vaqt ketadi. Undan ko'ra o'tilgan mavzuga 1-2 minutda, mana vaqtimiz ham ketmaydi, tayyorlaysiz, bolalarni sinaysiz. Bu orqali siz ham vaqtingizni, ham har bitta o'tilgan darsingizni ko'rib chiqishingiz mumkin. Juda ham, ya'ni AI orqali har tomonlama vaqtingiz-u, bilimingiz-u hamma narsani tejashingiz mumkin bo'lar ekan. Shu orqali bolalaringizga xohlagancha test tayyorlang. Demak, video albatta menimcha manfaatli bo'ladi. Agar shu holatda siz ham test tuzsangiz. Albatta sinab ko'ring. Shu AI'lar orqali ChatGPT, Grok, yana qaytaraman, ChatZAI, DeepSeek, Gemini, ya'ni Gemini, Queen, ya'ni Kimi AI'lardan foydalanib bemalol tuzishingiz mumkin. Mana tayyor. Bahor keldi gapda, bahor qaysi gap bo'lagi? Mana dahshat zo'r. Mana xato kamchilik ko'rishingiz mumkin. Siz buni copy paste qilib, PDF qilib siz shu holatda share qilib bolalarga ishlatishingiz mumkin. Video manfaatli bo'lgan degan umiddaman. Ko'rishguncha keyingi videolargacha sog'-omon bo'linglar.